Fir'avn jasadi. Oramizda Fir'avnni kimligini bilmaganlar kam bo'lsa kerak. Fir'avn o'zini Xudo deb e'lon qilgan mal'undir. Bu mal'unning jasadi Britaniya muzeyida turibdi. Ya'ni buni ko'mish mumkin emas. Nega bilasizmi? Alloh Yunus surasining 92-oyatida shunday degan: "Bugun sening badaningni qutqaramiz, toki o'zingdan keyingilarga ibrat bo'lsin." Endi batafsil. Bu Fir'avn zulmlikni boshlaganda Alloh unga Musa alayhissalomni elchi qilib jo'natdi. Musa alayhissalom kelib, "Alloh meni senga yubordi. Zulmni bas qil va barcha qullarni qo'yib yubor" deganda, u "Ey Musa, Alloh kim?" dedi. Musa alayhissalom, "Alloh bu meni va seni yaratgan zotdir. U olamlarning Robbisidir. U meni va sening Xudoyingdir" deganda, Mashhur fir'avnlar la'nati faqatgina Tutanxamon bilan bog'liq emas. 1922-yilda Tutanxamonning dafn joyi kashf etilishi eng mashhur bo'lsa-da, boshqa Misr qabrlari ham sirli ofatlar bilan bog'langan. Masalan, Amenhotep III-ning qabri haqida xabar qilinishicha, unga kirgan ishchilarda tushunarsiz kasalliklar yuzaga kelgan. Ramses III-ning qabri ochilganda ham o'xshash o'limlar va baxtsizliklar sodir bo'lgan. Hatto turli qazishmalarda ishtirok etgan misrshunos Artur Meys ham sirli ravishda kasal bo'lib qolgan. Ko'pchilik bu voqealar qadimgi la'natlarning natijasi bo'lib, ular qabrlarga aralashuvdan himoya qilish uchun qo'yilgan deb hisoblashadi. Biroq olimlar bu kasalliklarning sababi sifatida qabrda saqlanib qolgan toksinlar, masalan, mog'or va bakteriyalarni keltirib chiqarishi mumkinligini ta'kidlashadi. Ko'proq sirli tarixiy ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling.